Ko'zimni ochsam Instagram portlab ketibdi. Portlab, hamma joyda ссылкалар, hamma joyda перепискалар. Voy Ahad aka, nimadan ustaga chiqdi-yu, o'zingni o'likka solganingda laqatdan chiqqan Ahadmi? Sen aktyorligingni biz прекрасно bilamiz. Oydin Yusupovaga yalinib yurding, uylanaman, o'laman deb amini ham hidatmasdan tashlab ketmang. Ko'p narsani bilaman. Laqatdan chiqqan Ahad deb statya chiqdi. Sendan o'zingni o'likka solib PR qilaman deb Ahad o'ldi deb videolar chiqib ketganda sharmanda qilib seni bola jurnalist seni gapirib chiqdi. Sendami? Ahadjon, men xalqni jonidan to'ydirmayapman. Men senlarni yuzingni mana shunday qilib ekranga olib kelib beryapman. И все. Sen nima qilib qo'yding? Jon kuydirib men ko'kosh singa ko'koshga keladigan bo'lsak, ko'kosh aytgan gaplarni men chiqaryapman. O'zi ayta olmagan, ichida qolib ketgan gaplarni blogerlar kelmasin. Video PR qilmasin. Agar ko'kosh senga intervyu bergisi kelganda berardi. Seni ko'tini bo'qiga ham ilmagani uchun bermaydi. Bor ket, sassiq deb jo'natib yubordi. Yomon ushappan o'zi ham. Yomon alam qilibdi o'zi ham. Shunaqa jon kuydiryapsan ekan. Shunaqa prям mehri giyo qaddi baland odam ekansan. Nimaga Sabrinaga yordam bermading? Bechora 4 oy yotdi. Seni baloying bilan shu qiz avariyaga uchradi. Senlar nimaga ko'ting kuyyapti, tushunyapsanmi? Bitta odam ko'tingni ochib chiqib gapira olayotganiga kuyyapsan. Ko'tingni ochib chiqib gapira olayotgani chidolmayapsan, urvining tushib ketyapti, tushunyapsanmi? Hamma shunga perejvat qilyapsan. Meni внешностьim senlarni bespokойt qilmayapti. Meni tilim. Yomon ushappan ham muzdek joyidan, yomon ushappan ham qaltirab qolishingni qara. Qilib gapirishingni qara, qaltirab. Sen Star House'dagi odamlarni kadastrini chiqarib ber, shuncha reklama qilib yursa, kecha video reklamasini qo'yibsan. Nimaga odamlarda kadastri chiqmayapti? Star House kadastri. Nimaga sen Sabrinani urib yorgan qiz bilan billah bo'ynimga olaman, yordam beraman, palon piston deb seni konchimni odamligini biladi. Bir kunmas bir kun saunada dumalab yurgan videolaring chiqib ketadi, qarab turgin. Birinchi chiqaraman, даже ayamasdan chiqaraman, shu chiqsin videolaring. Sauna 16. Nimaga buncha tegib ketdi meni gapim? Buncha jon kuydiryapsan. Nima bo'la Star House kontrakti uzaman sen bilan dedimi? Sharmanda qilding meni dedimi? Pulsiz qolib ketyapsanmi yo ana ofisda olib qo'yaptimi, padarik qilgan ofisda? Bechora, shuncha mehrga yo ekansan. Nimaga Sabrinani mashina ana 16 yoshliging urib ketgandan keyin, mana ozdob ham intervyu berib chiqdi. 16 yoshliging urib ketgandan keyin yordam bermading. Nima ko'koshga yordam bergilaring, qalblaring parchalanib ketdi. Abbos iltimos qildigan to'g'risini aytib chiq xalqqa. To'g'risini ayt. Yordam berdi, yordam beryapman deb. Seni bir obro'ying bo'lsa ekan, show biznesda obro'yim to'kyapti. Odamlar sizlarda ham obro'ylar to'ksa, menga chiqinglar. Nima qilib berasan? Billa qo'shilib yig'laysanmi? Bu meni внешностьim yo transligim emas, xalqda borib olib bulg'ayotganim yo'q. Kelinglar trans bo'linglar deganim yo'q. Boshqa davlatda yashayman men. Seni show biznesda bir o'rning bo'lganda edi, boshqa gap edi. O'rning bo'lganda ham mayli, boshqa gap edi. Hech kim seni bir tinga ilmaydi, уважать qilmaydi. Sabrinani situatsiyasidan keyin tем более. Nimaga jon kuydirib ko'koshni situatsiyasida gapirib chiqasan? Потому что sen aybdormassan-da, o'shuncha gapirib chiqyapsan. Sabrinaning situatsiyasida nima? Jon kuydirib, akalar, mana men turaman. Show biznes hammamiz to'planib pul beramiz demading. Men chiqib to'plab berdim. Senlarga meni внешностьim emas, mana transligim emas, transligim bespokойt qilmayapti. Tilim bespokойt qilyapti. Потому что ham meni ko'tingni ochib yuryapman. Xalqqa menda ko'tingni ochib, mana qabu deb gapirib chiqsam, qo'rqishyapsan urvining tushib ketishidan, bir ting ilmay qo'yishdan xalq senlarni bir ting ilmay qo'yadi-da. Hozir oxirgacha ko'rmagan ekanman Ahad Qayumni gapirganini. Значит, gaplari bilan Sitora Farmonova Sitora Farmonovani gapirib chiqdi, bunaqa. Значит, Ahad Qayum birovlarning oilasini buzib, erlarni o'g'irlab ketayotgan ayollarni podдерживать qilar ekanda bu gapi bilan, tushunmadim. To'g'rimi? Shunaqa bo'lyaptimi?